Ha harfi arab tilida o'zbek tilidagi muqobili bo'lmagan harflar sirasiga kiradi va arab tilida 3 ta ha bo'lib, ular halqum bo'yicha maxrajlari taqsimlanadi. Biz o'rganadigan ha tovushimiz halqumning tubidan halqum ovoz pardachalari ochilishi orqali va ichkariga ko'proq nafas olgandan so'ng uni birdaniga havoni chiqarish bilan talaffuz qilinadi. Ya'ni-da ha, hi, hu va hech qanday to'siqqa uchramaydi va ichkaridagi havo to'g'ri tashqariga chiqishi lozim bo'ladi. Va sukunli holatida ha harfini talaffuz qiladigan bo'lsak, havoni kuchli oqimiga duch kelamiz. Ya'ni ichkaridan chiqqan havo kuchli oqim bilan chiqishi lozim bo'ladi. Ya'ni ha yoki ha degan talaffuz bu noto'g'ri talaffuz bo'ladi. Ha, hi, hu, i, u. Mana shu shaklda talaffuz qilish eng to'g'ri shakl bo'ladi. Va ha harfimizni sifatlariga to'xtaladigan bo'lsak, ha harfimiz ham istifoli, ya'ni ingichka harflar sirasiga kiradi. Ha harfimiz hams, ya'ni havosi kuchli oqimga ega bo'lgan harflarimizdan hisoblanadi va ha harfimizni 3-sifati, bu harfimiz ham rohova sifatiga ega, ya'ni uni ko'proq ushlab turish lozim bo'ladi. Ya'ni u shaklida.